Assalomu alaykum, hurmatli Umidaxonuz kanali kuzatuvchilari. Sog'liqlaringiz bugungi kunda qay darajada sizlarga muhim va bu uchun o'zini 3 ta filialini yuritib turgan Surjumet klinikasini Chalish bozor yonidagi Endomet klinikasına keldim men bugun. Endomet klinikasida esa sizlar uchun ancha ma'lumotlarni beramiz va bu ma'lumotlar sizlarga kerakli deb o'ylayman. Chunki bugungi kunda Endomet klinikamizda yoki nafaqat Endomet klinikamizda, balki Surjumetning barcha klinikalarida bepul xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilibdi. Bu Endomet klinikasına kelishlaringiz uchun agar sizlar videoda ko'rgan kasalliklar sizlarni bezovta etib turgan bo'lsa va Endomet klinikasına kelishlaringiz uchun orientir aytadigan bo'lsam, Axunbo masjidi tomonidan kelaverishlaringizda, Beruniy, To'rtko'l tomonidan o'tib ketaverishlaringizda o'rtada Chalish bozor bor. Chalish bozorini to'g'risida shu yerda Endomet klinika tomonidan strelka ko'rsatilib turibdi va o'ng tomonda esa Xon Karvash avtomoykasi bor. Shundan kirib ketaverishlaringizda chap qo'limizda Endomet klinikasi bor. Biz esa sizlarga hozir Endomet klinikasına kirib, shu yerdan ma'lumotlarni olishni boshlaymiz. Chunki bugungi kunda Surjumet klinikani barcha filiallarında bepul xizmat ko'rsatishlar yo'lga qo'yilibdi. Aynan sizlarga Endomet klinikasida hozir shu haqida ma'lumot berib o'tamiz va sizlarni bugungi kunda yashirin holatdagi bezovta etib turgan kasalliklaringiz bo'lsa, buni vaqtida doktorning ko'rigina borib uchrashishlaringizni taklif etgan bo'laman. Chunki kasallikni kuchaytirgandan ko'ra oldini olgan yaxshi. Shu doğrudan kelaverishlaringizda shu yerdagi zdaniya va bu Endomet klinikasini zdaniyasi hisoblanadi. Hozir kiramiz va sizlar uchun qaynoq ma'lumotlarni klinikani o'zidan boshlaymiz. Bu yerga kirganning o'ng tomonida reception. Assalomu alaykum. Endomet klinikamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bizning Endomet klinikamizda urolog, xirurg, neyroxirurg, travmatolog, proktolog, laboratoriya va ginekolog terapiya xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Undan tashqari bizning klinikamizda kunduzgi ambulator va statsionar yotib davolanish hamda laboratoriya, UZI, EKG tekshiruvlarimiz ham mavjud. Assalomu alaykum, hurmatli yo'ldoshlar. Men oliy toifali xirurg, laparoskopist Davletov Ulug'bek Qodirovich Endomet klinikasida bosh shifokor lavozimida ishlab kelaman. Bizning Endomet klinikamizda barcha operatsiyalar kesmasdan, kam invaziv usulda laparoskop, artroskop, shunga o'xshash endoskop apparatlari yordamida barcha operatsiyalar bajariladi. Endomet klinikamizda apparaturalar butun Euro standartlarga to'liq javob beradi. Eng zamonaviy apparaturalarimiz jamlangan. Shu sababdan bizlarda kam invaziv operatsiyalar bajarish imkoniyatiga egamiz. Qolaversa, qandli diabet kasalliklarida operatsiya yo'li bilan qandli diabetdan butkul qutulish imkoniyati mavjud. Yana bundan tashqari bizlarda ginekologik hamda urologik kasalliklari bo'lgan pensiya yoshidagi fuqarolarga, nogironligi bo'lgan fuqarolarimizda mutlaqo besplatniy, mutlaqo bepul davolanish imkoniyatlari mavjud. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men Davletov Sherzod, oliy toifali travmatolog. Hozirda Endomet klinikasida ish holatimni olib boryapman. Bizlarda asosan bo'g'im kasalliklari, suyakdagi sinishlar, patologik sinishlar, chiqishlar, pay uzilishlari asosan shu bilan ko'plab bemorlar murojaat qiladi. Agarda sizlardan xuddi shunaqa shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizda mana hozir bemorimizga ham tizza bo'g'imida artroz, ichakizdan murojaat hayotni uzatib o'tirasiz. O'ng tizzalarimda 2 yildan buyon og'riq bezovta qiladi. Bir marta shifokorlar bilan uchrashganlar, lekin lecheniya olmaganlar. Ikkinchi dizimdan og'riq boshlangan. Ikkinchi dizingizda 2 oy bo'ldi og'riq boshlangandan keyin. Dizlarimda artroz bor, shiqirlash bor, dizlarda. Aynan sizlarning kasallikmi bu endi doktor? Bu muammolar bizning kasallik. Asosan
bemorimizning ish faoliyati namgarchilik sharoitida bo'lgan. Nam sharoitda bo'lgandan keyin tizzalarda og'riq boshlangan. Vaqtida shifokor murojaat etmayaptilar. Buning oqibatida tizzada уже muammolar kelib chiqqan. Tizzadagi asosiy muammolardan birisi tizza bo'g'imidagi aktiv harakatlarning cheklanishi, oyoqning ustida o'tirib bilmaydilar. Endi bu uchun konkret lechina qilish kerak. Harakatni cheklash kerak, fizioterapiya kerak. İki yıl bo'ldi deb tursiz doktorina shu kasallikni, to'g'rimi? Bemorman. 2 yilda уже ozgina kecha qoldi, to'g'rimi? Chunki kasallik boshlangan, vaqtida buni bartaraf etmagan, yana shu kasallik bilan yurgan va bu kasallik ancha yana rivojlantirgan. Lekin endi bu kasallikni davolash uchun chala vaqt ketadi. Endi kasallikni boshlanish vaqtidan 2 yil bo'lgan bo'lsa, kasallikni davolash uchun ham biroz muddat vaqt ketadi. Asosan bemorlar 3-4 darajali artroz rivojlangandan keyin bizlarga murojaat etadilar. Iloji boricha tizza bo'g'imida og'riqlar boshlangan vaqtda shifokorga murojaat qilish kerak. Albatta buni davolash ham oson bo'ladi, asorat ham kam bo'ladi. Chunki artrozning 3-4 darajasida o'sha og'riqlar faqat og'riq qoldiruvchilar bilan cho'zish mumkin vaziyatni va oxir oqibat endoprotez qo'yishgacha borib yetadi. Albatta endoprotez jarayoni qiyin operatsiya. Hamma bu operatsiyani ko'tarib bilmasligi mumkin. Operatsiya bo'lgandan keyin ham asoratlari bo'lishi mumkin o'ziga yarasha. Bu damir qo'yilgandan keyin ham damirni almashtirish bosqichi bor. 10 yil, uzoq 15 yil xizmat qilib berishi mumkin. Undan keyin o'zi boshqatdan o'zi revizyonniy endoprotez qo'yish jarayoni bo'ladi. Uni o'zi katta operatsiya, iloji boricha bu operatsiyalarni oldini olish uchun vaqtida tizza bo'g'imida og'riqlar boshlangan vaqtda shifokorga murojaat qilish kerak va buni oldini olish kerak. Lekin bu yerda shu operatsiyalarning hammasi qilinib turibdi hozirgi kunda. Hamma operatsiyalar qilinadi bizda. Bu bemorimizni hozirgi oyog'ini rentgenlari bor. MRT tekshiruvida artroz rivojlangan, hozircha 2-stepen vaqtida hozir davolasak bo'ladi. Va buning natijasini keyin sizlarga qo'yib beramiz. Rahmat doktor. Salomat bo'ling. Hammaga o'zingizni maslahatingizni bergan bo'ling. Sog'lig'ingizga vaqtida e'tiborli bo'ling. Shifokorga uchrashing. Vaqtida og'riqlar boshlangan vaqtda kasallikni unchalik erta aniqlansa, shunchalik davolash oson bo'ladi. Bemorimiz uyinda yuqoridan sakrashi natijasida tizzasidan jarohat olib keldi bizlarga. Tekshiruvdan keyin chap tizza bo'g'imi oldingi xochsimon boylamini uzilishi tashxisi qo'yildi va bemorda oldingi xochsimon boylam rekonstruksiyasi amaliyoti o'tkazildi. Bundan keyin bemorimizning ahvoli yaxshi hozir. O'sha operatsiyamizni bugun 3-sutkasi, 4-sutkasi pashti, 4-sutkaga qarab yetib boryapti. Xudo xolasa yana bir 4-5 kunlardan keyin o'sha kasalni o'sha yuritamiz o'sha. Bu operatsiya qiyin operatsiya bo'ladi. Buni asorati juda yomon, chunki buni asoratida tizza bo'g'imida undan boshqa muammolar ham kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun vaqtida operatsiya qilish kerak. Tem bo'li bu bola yosh bola. Ertaga armiyaga borishi kerak, sport bilan shug'ullanishi kerak, o'qishga kirishi kerak. O'sha tizza bo'g'imida bu muammo bilan yurish ancha qiyin bo'ladi. Shuning uchun vaqtida operatsiya qilish kerak. Tizza bo'g'imida bunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizda buni samarali operatsiya qilinadi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Men Kamolov Qahramon, Endomet klinika neyroxirurgi. Bugun L4-L5 sohasida disk churasi bor bemor bilan tanishamiz. Aziz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shikoyatlaringni aytib ber. Shikoyatlarim shu, o'ng oyog'imda og'riq bor, tomir netgan, uyushib qoladi. Qachon boshlandi? Mana boshlagandan biroz vaqt bo'ldi. 1 yil bo'ldimi? Shuna bordim. 1 yil bo'ldi. Dori-darmon ichib yuribdim. Dori-darmon ichib yuraman, foyda olib yuraman. Bemorimizda L4-L5 sohasida disk churasi bor, sekvestrlangan. Bugun disk churasini endoskopik yo'li bilan olish amaliyoti reja qilganmiz. Sizlar kuzatib boring. Bu bemorimizda L4-L5 umurtqalari orasidagi disk churasi o'ngga chiqqan. Endoskop yo'li bilan shu amaliyotni bajaramiz.
Doktor size endi her daim bemorlarni qiziqadigan savollaridan birisini bersam, aynan bu kasallik bilan murojaat etganda bemorimiz o'zini normal holatiga necha vaqtdan keyin qaytadi? Ya'ni jarrohlik amaliyotından keyin уже сразу oyoqqa turib ketadimi? Odatda endoskopik ameliyatlardan keyin 1-2 kundan keyin uyga javob beramiz.